rosa pushaymon bo'lganman. Nimaga keldim bu yerga kelgan? Nima uchun keldim? Telefon qilayotgan odam Günter Papenburgning o'zi edi. Germaniyaning ta'lim tizimlari juda kuchli ta'lim tizimi emas. U sog'inch yuki hech qachon ketmaydi. Assalomu alaykum. Vatandoshlar jamoat fondi bilan birgalikda tayyorlanayotgan yo'lovchi ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Biz bugun Germaniyaning Ziegen shahriga qarab yo'l olganmiz. Bugungi qahramonimiz o'zbek energetiki Zafar Safayev. Biz Zafar akaning ishxonalariga keldik. Mana bu butun boshli bino Zafar akaga tegishli. Mana shu yerda ularning firmalari joylashgan. Hozirgi paytda bir nechta ishchilar bilan energetika sohasida ishlab kelyaptilar. Zafar aka 2009-yil Germaniyaga migratsiya qilganlar va hozirgi paytda mana shu yerda ishlayaptilar. Hozir eshiklarni jiringlatamiz. Hop. Mana. Zafar aka, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Siz keldik, kameralar bilan bostirib. Kelinglar, marhamat. Ichkari qarab yuramiz, yo'l boshlang endi bizga. Hop. Bu necha etaj? Ayn Family House bo'lgan oldin. Biz bu tomonini ofis qilib foydalanamiz. Endi ofisimiz asosan o'zimiz uchun, o'shaning uchun hali masalan klientlarimiz ko'pni tashrif buyurmaydi. Biz endi buni sekin tartibga keltirish anaqasida ustida ishlayapmiz inshaalloh. Zafar aka, energetika sohasiga qanaqa kirib qoldingiz? Oilangiz pedagoglar oilasi. Kelganimga 17 yil bo'lyapti. 2009-yil kelganman. Ota-ona matematik bo'lganlar, ikkalasi ham matematik. 2001-yil Toshkent davlat iqtisodiyotiga kirganman. Men ikkita diplomim bor. 2001-yil Iqtisodiyot universitetining turizm fakultetida o'qiganman. 2001dan 2005-yilgacha. Va o'qishni bitirganimdan keyin Toshkentda qolib ishlaganman. Va u yerda o'zimni faoliyatimni boshlagandim, tadbirkorlik faoliyatlarimni boshlagan edim. O'rtada Qozog'istonda ham ishlaganman 1 yil. Germaniyada qarindoshlarimiz bo'lardi, ayolimiz, opasi, qaynopamlar bilan oldin kelishgan. Va ular o'sha Germaniyada o'qish yaxshi ekanligi haqida ko'p aytishardi-da. Germaniyaga kelib o'qish imkoniyatlari haqida aytishardi. Endi yoshlikda hammada bo'lgan kabi menda ham chetga chiqib o'qish havasim bo'lgan. Dadam rahmatli bilan gaplashganman esimda. Dada, mana shu yerda mana ish boshladik, ishimiz yaxshi, haligi pul topishim ham yaxshi, imkoniyatlar, sharoitlarimiz hammasi yaxshi. Shunda aytgan gaplashganimda, endi o'qituvchilarda o'g'lim, pulni keyin ham topaverasan, o'qishni keyin qilib bo'lmaydi. O'qisang, hozir o'qigin, keyin o'qiy olmaysan, pulni keyin ham topaverasan lekin deb o'qishga tashviq qilganda. Pullarni hisobga qo'yib, keyin Germaniyaga kelganman. Germaniyaga kelganimda birinchi kelganimda tilni bilmas edim. Keyin kelgandan keyin tilni o'rganganman. 2009-yili masalan kultur shok dedilar. Kelganda odamlarni uncha tanimaysiz, odamlarni yaxshi bilmaysiz, shart-sharoitlarni bilmaysiz. Ob-havosi sizni bir tushkunlikka soladi, qiynalasiz, vatandan uzoqda, ota-ona uzoqda, boshqa madaniyat, boshqa din, boshqa gaplar. Ham ruhan, albatta, ham ruhan qiynalasiz. Keyin ham masalan ishlash kerak. Endi kelgandan keyin pulni hisobga qo'yganmiz. Birdan ishlash huquqini bermagan. Oldin ishlash huquqini olish juda qiyin edi. Hattoki haligi haftaga 20 soat ham ishlash qiyin edi. U uchun talaba bo'lish kerak edi. Talaba bo'lish uchun til bilish kerak. Talaba bo'lgandan keyin ishga tushganman. Birdaniga ishlashim kerak men. O'zbekistondan kelgan bir haligi bu yerda 1 yevroni qadri juda baland. Haligi uy ijara to'lanadi. Yana hozir masalan ko'pchilik bilmaydi. Oldin universitetlar pulli bo'lgan. Katta pul bo'lmagan u paytda ham. Misol uchun bir semestrga 500 yevro, 400 yevro atrofida pul to'langan. 2010-yillar uchun bu katta pul bo'lganda. Albatta, bir yilga 800-900 yevro alohida o'qish uchun to'lanish kerak. Keyin hozirgida pul topish imkoniyatlari ham kam bo'lgan. Haligi Mindestlohn dedi, eng kam oylik 6 yevro atrofida edi o'sha paytda. Hozir 13 yevroga yaqinlashyapti. Men qiynalganimda hattoki shu yerda talabalarga maslahat beradigan nemis tashkilotlari bular bir bilan gaplashganman, aytganman. Sizlar menga mana 1 yilda 90 kun ishlash haqqini berdinglar. 90 kun o'rtacha 8 soatdan bo'lsa 720 soat. 720 soatni men hozir eng kam oylik ish haqqi bilan ko'paytirsam 5000 yevrodan sal oshar ekan. Lekin menga 5000 yevro 1 yilga yetmaydi-ku. U yog'ini qanday qilib yopaman? Sizlarning bizga bergan imkoniyatlaringiz hech qanaqasiga bir mos kelmaydi-ku deganman. Ular ham javob bera olmasdi. Ular ham endi qonun shu, qoida shudir dedi. Boshqa hech narsa deya olmas. Navaraga Zigenda odam ko'pmas dedingiz lekin. 100 ming kishilik aholisi bor. Universitet hisoblanadi. Universitet shaharchasi.
universiteti ham bor, reytingda ham yaxshi reytinglari bor. Qaysi yo'nalishda o'qitiladi bu universitetda? Bilishim bo'yicha iqtisodiyot, keyin elektrotexnika menimcha o'qitiladi, yana ba'zi bir texnik yo'nalishlar ham o'qitiladi. O'zi talabalar shaharchasi bo'lgan joylar arzon ham bo'ladi deyishadi. Arzon deganingizga masalan uy masalasi bo'lsa, ijara nazarda tutgan bo'lsangiz qiyin, ya'ni. O'zimning qizim Marburgda o'qiydi. Bu yerda ham ijaraga uy topish juda qiyin bo'lgan. Necha masalan Ziginda bir xonalik ijara uchun uylar? Ziginda bir menimcha 400-500 atrofida topsa bo'lsa kerak. 400-500 yevro. 400-500 yevro. Demak, o'sha elektr energiya, Wi-Fi boshqalardan tashqari, ya'ni uy uchun to'lov 500 yevro. Shunaqa bo'lsa kerak. Menimcha ochig'ini bilmayman, chunki Ziginda boshqa bunday uylarni ijaraga olmaganmiz-da, o'shaning uchun uni bilmayman. Hozir yashab turgan uyimizni o'zimiz olganimiz uchun uni bilmayman. Ancha tarixiy shahar ekan-a? Yo'q, juda eski ham emas. Ya'ni tarixiy bo'lgan bilan shu 1300-1400 larga borib taqalsa kerak. Tarix emas, lekin 1300-1400. Endi biz O'zbekistonimizda masalan Xiva, Samarqand, Toshkentlar ular juda eski shaharlar hisoblanadi-da. Ularning oldida bu hali yangi shaharda. Bola hisoblanadi. Ha, endi bular. Hamma proyektlar, qog'ozbozlik ishlari mana shu yerda bo'ladi. Ha, shu yerda bo'ladi. Endi bu yerda o'zi hozir ofisda asosan men o'zim ishlaganim uchun bu yerda men ishlayman. Bu yerda bu xonada kollegalarimiz uchun lekin joy qilingan, hali buni to'liq nimaga keltirmadi hali. Keyin bu yerda oshxona bor. Mana detallarni qaranglar. Bularning hammasi Germaniya mahsulotlari olinadi? Germaniya mahsulotlari hammasi. Bu shunaqa standart bormi o'zi yoki? Yo'q, haligi endi yaxshi marka o'zi Fisher, o'shaning uchun shundan foydalanamiz. Bu yerda endi biz mana bu kitoblar shundan turibdi. Oldin kollegalarimiz oldin ishlarimiz ham ko'p bo'lgandi. Hozir oxirgi kunlarda sal kamaytirganmiz. Bu yerda ishchilar o'tirib, kitob o'qiydigan, foydalanadigan. Hozir bo'lsa mana bu biz sho'chiklarni almashtiramiz, almashtirganda qaytarib yuboramiz. O'shaning uchun paket qiladigan joy qilib qo'yganmiz bu yerni. Bu yer bizani ishlaydigan joy. Bu yer qahva ichadilar, bir narsa Ovqatlanishadi shu yerda. O'xshagan joy. Bu tomonimizda lekin katta skladimiz bu yoqda. Asosiysi bu tomonda. Oho! Ana senga sklad, ana senga sklad. Asosiy narsalarimiz aslida bu yerda. Haligi instrumentlar, haligi invertorlar, panellar, keyin elektroshitka keladigan mahsulotlar. Mana bu o'zimiz bilan test qiladigan nimamiz, misol uchun shu yerda mana shu chiqdi. Mana bu shochik deyiladi, mana bu shochik. Sal boshqacharoq bo'lar ekan O'zbekistonnikidan. O'zbekistonnikidan boshqacha bo'ladi. Bu o'sha nemetskiy standart degan narsaga moslanganmi shunda endi? Albatta, test qilishimiz uchun o'zimiz yasab qo'yganmiz, har xil narsalarni sinab ko'ramiz, tekshirib ko'ramiz. Shunga o'xshagan. Lekin bu standart hozirgi yangi o'rnatiladigan shkaflar ham xuddi shunaqa Germaniyada. Hozir mana bu shit menga qiziq bo'ldi. Mana aytaylik, siz ishingiz bor, bitta proyekt oldinglar. Kelib testni mana shu yerda qilib ko'radimi shunda? O'sha kelgan mahsulotni mana shu yerda sinab ko'rasizlarmi? Bu nima vazifani yoki bu o'rgatish kollegalarga, kelgan yangi kollegalarga o'rgatish va ba'zi bir obyektlardan biz shochik olib kelamiz, shuni qo'yib tekshirib ko'ramiz, masalan, shunaqa narsalarni. Yo bo'lmasa mana invertorlar kelsa, shuni bog'lab turib tekshirib ko'rishlar uchun test qiladigan nimamiz bor. Mana buni tokka tiqsak, bu yerga tokka tiqsak, hozir bu yerda masalan ulanmagan joylari bor, buni o'chirib qo'ysak. Ikkinchi va uchinchi farzandingiz Ziginda tug'ilganmi yoki? Uchinchi qizimiz Sofiya Ziginda tug'ildi. 2022-yilida, hozir 3 yoshdan sal oshdi. Endi u ziginlikmi yoki o'zbekistonlikmi? Tug'ilganda unga Germaniya fuqaroligi avtomatik tarzda berildi. Endi albatta katta bo'lgandan keyin o'zi tanlaydi, Germaniya fuqaro qilib qabul qilishga tayyorligi aytildi. Ya'ni pasport, kinder pasportlari Germaniya davlati bergan unga. Biz endi hazillashamiz. Mana nemislarni o'zbekcha gapirtiryapmiz. Endi esa ko'rsatuvimizning eng asosiy qahramoni yonimizda Sofiya o'tiribdi. Biz ikkalamiz gaplashamiz 5. Haligida kulib ber bitta. Ha, deding-ku. Necha yoshsan o'zi Sofiya? 3 yosh. Sofiya, sen bog'chaga borasanmi? Qaysi bog'chaga borasan?
O'zimni kiydim. O'zingni bog'changga borasan. Sofiya, sen O'zbekistonda tug'ilganmisan yoki Germaniyada tug'ilganmisan? Germaniyada. Germaniyada tug'ilganmisan. Germaniya yaxshimi, O'zbekiston yaxshimi? O'zbekiston. O'zbekiston. O'zbekiston yaxshimi? O'zbekiston nimasi yaxshi? Kim bor O'zbekistonda? Baba, Ayzon aka, Yana kim bor? Safi. Sofi bor. To'g'ri. Endi yana bitta savol. Sen bog'chada nima o'yinchoqlarni ko'p o'ynaysan? Kashilusama, otosama. Keyin başına haydayman. Mashina haydaysan. Sen O'zbekistonni qaysi shaharlarini bilasan? Toshkent. Yana Samarqand. Samarqand. Samarqand non yeganmisan? Mazalimi yo yaxshi emasmi? Ya, mazali. Mazalimi? Qanaqa u kattami, kichkinami? Maka. Ich bin aus. Ich liebe Uzbekistan. To'ppa-to'g'ri. Hammaga rahmat. To'g'ri tushungan bo'lsam, demak, elektroenergetika sohasiga qiziqish sizda Germaniyada paydo bo'ldi. Demak, bu O'zbekistonda bunaqa g'oyalar bo'lmagan-ku sizda? O'zbekistonda bo'lmagan. Men O'zbekistonda turizm o'qigan bo'lsam, bu osmon bilan yercha farqi bor. Bu begona sohalar. Begona soha. O'sha tilni tugatganimdan keyin, tilni o'qib bo'lganimdan keyin o'sha meditsinani qiyin ekanligini bilib, keyin men o'sha matematikaga yaqin soha elektrotexnikani tanlaganman-da. Unda o'qib yurgan paytim o'sha menda qiyinchilik, o'sha davrlari, o'sha haligi kultur shok deydi, moliyaviy qiyinchiliklar ana o'sha paytlar boshlanganda. Masalan, moddiy jamg'armalarni kamayish, uni to'ldirish, viza olish muammolari, cho'zdirish, viza olishga cho'zdirish juda haligi qiyin bo'lgan. Va yana o'sha kelganimda 2009-yil bo'lsa, 2010-yil dadam olamdan o'tganlar. Bu menga yana ham bir qattiq bir zarba bo'lgan. Siz bu yerda bo'lganmisiz? Men bu yerda bo'lganman. O'zi musofirni yelkasida turadigan eng katta toshlardan biri shuda. Ya'ni biz qo'shni Qozog'istonda yoki qo'shni Tojikistonda emasmiz. 6000 kilometrga yaqin masofa O'zbekistondan bizni ajratib turadi. Tez yetib borish imkonsiz. Zafar aka, qanaqa yashab o'tdingiz? Qiyin edi. Haligi har safar eslaganimda bir yaqinda sodir bo'lgandek bo'lardi-da menga. O'shancha hozir eslaganimda qiyin bo'lgan. Bu xabar ertalab kelganmi? Kunduz kuni kelgan. Dadam avariya bo'lganda, meni bir do'stim bo'lar, suriyalik, masjidni ichida yashaydigan joy bilan shu yerda shu do'stimning oldiga borgan, masjidga borganman. Yo'q, haligi taskin beradigan odamimiz bo'lmaydi. O'z bilan o'zi odam o'zini yog'iga o'zi qoriladi o'sha payti. Xuddi shunaqa holatni boshdan kechirganman. Keyin haligi o'zimda shu ichki his-tuyg'u paydo bo'lgan. Oyoqqa turishing kerak endi, bo'ldi. Sani haligi suyanchig'ing yo'q. Haligi endi o'zing arabangni o'zing tort, bo'ldi, tamom. Bitta o'zing qolgansan. Shunaqa bir his-tuyg'u bilan haligi bir ikkinchi bir hayotim bir boshlangan, bu ikkinchi fazasiga boshlanganda o'sha undan keyin butun qiyinchiliklar orqama-ketin kelgan. Hammasi orqama-ketin kelgan. O'zi kattalar aytishadi-da, ota ketgandan keyin tog' ketadi, bor payti bola bo'lasan deydi. Men endi ishlashim kerak deganman. O'zimni arabamni o'zim tortmasam bo'lmaydi. Kim endi menga yordam beradi? Oilam bor, kim anaqa qiladi deb endi ishga tushganman. O'sha paytda birinchi qilgan ishim ish ham qidirish bo'lganda. Eslayman, shunday ishga borganda universitet yonidan o'tardim tramvay bilan. Meni talabalar tushib qolardi bekatdan. Men ishga ketyapman, bular o'qigani ketyapti. Qarayman, bular kutubxonada o'qiydi, men ishga ketishim kerak, ishlashim kerak. Juda ham alam qilgan. Juda ham qattiq alam qilgan o'sha paytlar. Keyin shu eng qiyin bo'lgan paytlarda men o'sha Volkswagenga bir alohida e'tibor nima qilaman, shu Volkswagen zavodida ish topganman-da. Ish topgandan keyin eslayman, haligi Volkswagen boshqa joylarga nisbatan yaxshiroq to'laydi. Haligi eng bo'ldi, tamom degan paytim bir eshik ochilganda, umid eshigi ochilgan, o'sha Volkswagenga ishga kirgandan keyin 3 oy to'liq ishlaganman. O'qish ham qolib ketgan. Keyin men elektrotexnikani tanlagan bo'lsam, unda muvaffaqiyatli bo'lmayapti-da o'qishim. Keyin ana o'sha paytlari energetexnik yo'nalishi alohida ochilgan. Elektrotexnikani bu chuqurlashtirilgan sohasi bo'lgan, uni keyin alohida yo'nalish qilib ochganlardan keyin birinchi ochilganda imkoniyat bo'lgan o'sha sohani almashtirish. Keyin men energetikaga o'tganman. Ikkalasi deyarli bir xil soha, elektrotexnika, energetika, ikkalasi deyarli bir xil. Va o'zimga bir qandaydir yangi boshlang'ich sifatida energetikani tanlab,
Volkswagen'da ishlaganimdan keyin moddiy ahvolimni yaxshilab, ana undan keyin haqiqiy talabalik bir davrim boshlanganda. Zafar aka, bu shaxsiy mashinangiz. Shunday. Nimaga Toyota? Chunki o'zbeklar orasida shunday gap borda, Germaniyaga keldingmi, Nemis avtopromidan mashina sotib ol degan gap bor. Siz yapon mashinasida haydayotgansiz. Va o'zicha unaqa mashinalarga qiziqmaganman. Endi bu mashinani olganimiz sababi kichkina proyektlarimiz bo'ladi, borib ko'rib kelish, obyektlarni ko'rish, shunga tejamkor bo'lishini xohlaganmiz. O'shaning uchun Toyota hibrid mashinalar ishlab chiqarishda juda bir yaxshi kompaniya hisoblanadi. O'shaning uchun keyin yana biz Toyota Auto House bilan yaxshi bir aloqalarimiz bor. Bizga chegirmalarni yaxshi qilib beradi, narx masalasida ham. Shu sababdan Bu qancha edi endi? 100 kilometrga yoz paytlari, endi hibridda akkumulyator qishda sal qiyinroq bo'ladi. Yoz paytlari 4,5-4,6 gacha. Bu mashinadan o'zi umuman eng katta tezligingiz necha? Nevis avtobanlar. 180. Oshirmaysiz unda. Yo'q, 180 dan oshirmayman. O'zi boshqa men o'zimizni ishchilarga ham, kollegalarga ham tez haydamaslikda maslahat beraman. Chunki biron bir manzilga borayotganda ham shoshib borib tez haydaganda ham nari borsa farqi 2-3 minut oldin boradida. O'shaning uchun 2-3 minut ko'p narsani hal qilmaydi deyman. Albatta hal qiladigan momentlari bor. Lekin 2-3 minut ya'ni hayotdan ustun emas deyman. Undan ko'ra yaxshi xotirjam, sokin borgan yaxshi. Zigen shahrida parkovkalarning soati necha pul bu yerda? Zigen shahri juda qimmat hisoblanmaydi. Menimcha yarim soati 1 yevro bo'lsa kerak. Yarim soat. Yo'q, o'rtacha yomon emas. Chunki biz yashagan shaharda 23 ming odam yashasa, 2 soati 1 yevroda. Ya ancha arzon ekan. Demak, Zigenda 1 soati 2 yevro ekan. Taxminan shu atrofda. Shu atrofda. Bir aylanib kelamiz, a? Aylanib kelamiz. Ketdik. Siz masalan Gannoverdek megapolisda yashagansiz va undan keyin bu yerda yashash sizga qiyinchilik tug'dirmadimi? Sababi odatda klassik o'sish kichkina shahardan katta shaharga ketiladi-da. Katta shaharlardan kichkina shaharga kelish uchun katta sabablar kerak. Endi Germaniyada shuni yaxshi tomoni borki, bu yerda infrastruktura hamma joyda deyarli bir xil. Ya'ni o'sha tekis yo'llar qishloqlarda ham tekis yo'l bor, gaz, chiroq qishloqlarda ham yaxshi. Katta shaharlarda endi buni faqat nimaga bog'lashim mumkin? Endi birinchi navbatda men endi bu yerdan ish topganim uchun ko'chib kelganman. Hannoverdan boshida bu yerga kelganni o'rganishim qiyin bo'lgan albatta. Bu juda bir haligi shaharda siqilib, haligi nima qilgan, qanday qilib yashar. Uchun shahardan keyin 100 ming odam yashaydigan kichik shaharga kelish baribir psixologik ta'sir qiladi. 2-3 oy bir haligi nima bo'lgan odam. Keyin ko'nikib ketdim. Keyin hozir yoqadi ham menga hozir kichkina shaharlarda sokin, tabiatga yaqin joylarda yashash menga hozir yoqadigan bo'lib qolgan. O'zbeklar ko'pmi? O'zbeklar masalan bor, bir 30 tacha, 40 tacha o'zbeklar bo'lsa kerak. Siz ko'rishib turasizlarmi? Albatta, o'sha hali ko'rsatgan o'sha lagerimizda yig'ilishlarimiz bo'ladi. Aqiqalar qiladi. Keyin shunaqa yig'ilishlarimiz ham. Keyin biz mana bu oldin Zigenga kelganimizda bir-birimiz bilan tanishib, topishganlar hozir endi boshqa joylarga ketib qolgan. Ular ham agar yig'ilish qilsa, ular ham keladi. Uzoqdan bo'lsa ham. Uzoqdan bo'lsa ham keladi. Münchendan, Bochum degan shahardan, Kölndan, shu joylardan ham, Hannoverdan ham keladilar. Oilalilar bor bu yerda. Hozir ham Volkswagenga kirish oson emas-da. Siz yana 2 marta qiyin davrda kirgan ekansiz. Shunday, o'zi Volks Hannoverda joylashgan zavodi yozdagi ta'tilda ishchilari ta'tilga ketganda o'rniga talabalardan ishchi oladilar-da. Shunaqa programmasi bo'lardi. Ana o'sha programmaga ilinishga harakat qilganman, ko'p yozganman, chunki bir moddiy qiyin bo'lgan bir davrda ish qidirib harakat qilyapman-da. Endi osmonda qidirganimni oyoq tagidan topganman deydi. Shunda biz baxtiyorimizda bo'ladi. O'sha qiyinchilik, o'sha aytdim 2011-yil iyunda boshlaganman Volkswagen'da ishlashni. Fevralda o'zi haligi qiyin vaziyatim bo'lsa, shu ozgina sabr qilsa eshiklar ochilar ekanda. Bitta qiyinchilik eshigi bo'lsa, yonida ikkita osonlik eshigi bo'lar ekan doim. Sabr qilishni bilish kerak ekan. O'shanda shu programmaga kirib qolganman, talaba bo'lib o'sha fabrikaga ishga kirganman. O'shanda endi mana bu boshqa bir talabalar borda, ishni mensimaydi, ish qiyin ekan. Men radiator ishlab chiqaradigan bo'limiga kirganman. Radiator endi issiq pechkadan chiqib keladi. Yozni haligi saratonida qo'lga teri qo'lqoplarni kiyib,
haligi 600 gradusli pechkadan chiqib kelgan radiatorlarni taxlash kerak bo'lganda boshida. Unga ko'p talabalar chidolmasdi. Men endi haligi ishdan haydab yubormasalar bo'ldi, meni nima desalar qilib yotibman, haligi miqitmaymiz, shikoyat yo'q, boshqa yo'q. Menga indamasalar bo'ldi, shu yerda ishlayman deb o'tiribman. Va bunaqa ishlaganimni, shikoyat qilmaganimni ko'rganlar ishimni yoqtirishganda, keyin ko'proq oson ishga olganlar meni. Paradoks teskariga ishlab ketibdi-ku bu. Paradoks teskariga ishlab ketgan. O'z taqdiringiz qiziq bo'lgan ekan lekin. Haligi har bitta bo'limda masterlari bo'ladi. Masterlari masalan keyin team liderlari, o'sha komanda boshliqlari bo'ladi. Ular meni o'sha chidamli, sabrli, indamay ishlaganimni ko'rib, haligi boshida hech shikoyat qilmagan bu boladan deyapti-da. Meni oson ishga olib, shikoyat qiladigan hammasini qiyin ishga qo'yganlar. Qoyil. O'shandan keyin men tinmasdan ishlab, haligi shanba, yakshanba kunlari ham 3 navbatchilikda ishlanardi-da, 24 soat ishlardi bu bo'lim. Ana o'sha vaziyat meni bir moddiy imkoniyatni yaxshilashga va disiplinli bo'lishga harakat haligi yordam bergan. Va o'shandan keyin albatta men haqimda meni ishga olgan firmaga yaxshi ma'lumot ketgan va har safar men ishlamoqchi bo'lganimda aytganimda va o'sha soat berishgan. Kelarda ish berishardi doim. Yaxshi kadr, chidamli kadr hamma joyda kerak. Albatta. Sen nemis tilini O'zbekistonda o'rganganmisan yoki ko'chib kelganingdan keyinmi? Ko'chib kelgandan keyin. Kurslarga bormaganman, o'zim o'rganib ketganman. Eng yaqin o'rtoqlaring qaysi millatdan? Qaysi davlatdan kelganlar? Har xil. Masalan, Germaniya, Rossiya, Rossiyadagi o'rtog'ing bilan sen qaysi tilda gaplashasan? nemischa. U rus nemismi yoki? U otalari Rossiyadan kelgan bo'lishi mumkin va o'zi Germaniyada tug'ilgan va nemischa gapiradi. Endi seni rejalaring qanaqa kelajakka? Masalan, kim bo'lmoqchisan? Milisa bo'lgim kelyapti. Politsiyada ishlaging Politsiya. Politsiyada ishlaging kelyapti. O'zingni o'zbek deb ichingdan hisoblaysanmi yoki nemis bo'lib qolding? O'zbek. Nemislarning o'zini madaniyati bor, bilasan-ku. Ular ota-onasini san deydi o'zini tilida, biz siz deymiz. Sen mana o'zbekchilik deganda nimalar seni ko'zingning oldiga keladi? Nimalarni o'ylaysan o'zbekchilik deganda? Qarindoshlar ko'rgandan salam deyish albatta, keyin hurmatli ham ko'proq, chunki Germaniyada sal boshqacharoq. To'g'ri. Musofirlarning gapi bor-da. Ona vatandan tashqari ona vatanim degan ibora bor. Zafar akani ona vatanidan tashqaridagi ona vatani qayer? Hannover. Zeganda ham qancha bo'ldi? 7 yil bo'lsa Hannoverda 10 yil yashaganman-da. Hech qaysi bir joyda 10 yilni bir joyda bir xil yashamagan ekanman-da. O'ylab qarasam, O'zbekistonda ham Samarqandda yashaganman, Kattaqo'rg'onda yashaganman, Toshkentda yashaganman, lekin hech qaysida mana shu 10 yil bo'lmagan ekan. O'zimni ko'proq Hannoverga tegishli odam deb his qilaman-da. Borsam Mazza qilasan. Borsam hali ham mazza qilaman. Nima o'tadi ichingizdan o'sha Hannoverga kirib borganingizda? O'sha haligi azob chekkan yillarim, haligi o'qigan yillarim, mashaqqatli, xursandchilik, har xil haligi kunlarim o'sha paytlar har bitta esimga keladi. Universitet ko'chalaridan yursam, shu narsalar esimga keladi. Leibniz universitetida o'qiganman, energetika yo'nalishida. Eslayman, elektrotexnika 2 imtihonidan o'tish yiqilish kvotasi 92% bo'lgan. Ya'ni 100 ta odamdan 92% yiqilardi. Shunchalik qiyin bo'lganmi? Bir safar elektrotexnika 3 darsidan 100 ta odamdan 100 tasi ham yiqilganda, bittasi og'zaki imtihonga qolgan. Ana o'shandan keyin haligi talabalar tomonidan ko'p shikoyatlar bo'lgandan keyin haligi rektorat o'sha fakultetga, o'sha kafedraga imtihonlarni sal yengillatishni talab qilgan va o'shandan keyin yiqilish kvotasi 60% ga tushganda. O'shanda ya'ni imtihonlar ham qiyin bo'lardi. Demak, Germaniyada ham ba'zi bir qonunlar kerak bo'lsa tez o'zgartirilar ekanda. Yo bo'lmasa aytdim, sizlar aybdorsizlar, o'qita olmayapsizlar dedi kafedraga, yo bo'lmasa talabalarda o'zi aybdor dedi. Ya'ni bu yerda muammo bor dedilar-da. Agar 100% odam yiqilayotgan bo'lsa, yo bo'lmasa 92% odam yiqilayotgan bo'lsa, bu yerda albatta muammo bor dedilar. Shu muammoni yechishimiz kerak deb, xullas savollarni bir boshqacha o'zgartirdilarmi? Uni men endi qanaqa yechim topganlarini bilmayman endi. Davraga tashlab ketaman. Meniki emas, musofirlik, qopi, olixo'rjini meniki emas degan fikrlar o'tdimi? Nima sizni ushlab qoldi bu yerda? Men o'zi kelganimga juda pushaymon bo'lganman. Mana 2010-yil eslayman, fevral oylari edi. 2011-yil fevral oylari edi.
ham kasal bo'lganman, qattiq gripp bo'lganman, ham haligi vizam bo'lmagan, ham ijara shartnomasi, qisqa muddatli ijara shartnomasida turganman. Moddiy ahvolim qiyinroq vaziyatga tushgan. Oilam vizaga bizni ariza topshirganimizda rad javobini olgan. O'qishimda muvaffaqiyat yo'q. Hammasi o'sha paytga kelganda. Janoza ham o'sha davrda bo'lgan-a? 2010-yil iyulda bo'lsa bir 5 oylardan keyin bo'lyapti-da. Bu undan oldinroq bo'lgan. Hali ham uni stresslari turibdi o'zimda. Hali ham nimalari turibdi, og'irligi turibdi. Rosa pushaymon bo'lganman. Nimaga keldim bu yerga kelgan? Nima uchun keldim? O'shanda oilam, meni motivatsiya bergan oilam. O'zbekistonga qaytib, hamma narsani yana qaytadan boshlashga meni anaqam yetmaydi endi. Mana shu yerda kurashaman endi. Va o'sha men shu yerda kurashaman degan tushuncham hozirgacha meni davom etadi. Men o'zimni bu yerda xuddi haligi gladiatorlar sahnasidagi bir kurashchiga his qilaman-da. Men lokomotiv bo'lishim kerak deyman. Bo'ldi, tamom. Kelgandan keyin bir 2 yil, 3 oy O'zbekistonga bora olmaganman. Birinchisidan shu borsam shu haqiqat ko'rinadi-da, masalan, o'shaning uchun qiyin bo'lgan, bora olmaganman 2 yil, 3 oy. Keyinchalik men bu moddiy ahvolim yaxshilangandan keyin haligi repetitorlik olganman, fanlidan pul to'lab bo'lsa ham repetitorlik olganman. Qarasam, oson ekan deganman. O'shaning uchun hozir ham O'zbekistonga kelgan bolalarga masalan o'qishda ko'p qiyinchilik bo'ladi-da. Buni yugurishga o'xshataman. Yugurishning birinchi fazasida nafas siqiladi-da. O'sha siqilganga qaramasdan yana ham yuguraversa nafas yo'llari ochilishni boshlaydi. Ana o'sha qiyin davra kelgan payti tashlab yubormaslik kerak. Tong otishda ham tong otishdan sal oldingi faza eng qorong'u faza hisoblanadi. Tunda eng qorong'u fazasi. O'sha faza o'tadi. Qiyinchiliklar hammasi o'tadi. Keyin hammasi o'tadi, bir yaxshi yana yo'llar ochiladi-da. Ana o'shangacha sabr qilishni bilish kerak ekan. Nima qiyinchiliklar bo'lgan endi ko'chib kelgan paytingizda? Chunki o'rtoqlaringiz bor edi O'zbekistonda. Birdaniga sizni o'rtoqlaringizdan uzib olishdi-da, boshqa davlatga olib kelib qo'yishdi. Menda o'zi hech Germaniya orzusi, chetda o'qish degan qanaqadir orzular bo'lmagan. O'zbekistonda bo'lganmi? Lekin biz har doim odam chetda bo'lgani uchun ketamiz, Germaniyaga ketamiz degan fikr bo'lgan har doim hayotimizda. Nima farqlarni ko'rdingiz o'zbek maktabi bilan nemis maktabini? Germaniyada yaxshi tomoni aytishim mumkin, masalan, forma yo'q. Qiyinchilik to'g'ri, bu masalan plus minus ham bo'lishi mumkin, lekin odamni o'zi xohlagancha qo'yib berishadi. Ya'ni qat'iy forma yo'q. Qanaqa forma yo'q deydi. Keyin katta sinf bo'lganda fanlarni tanlash imkoniyatini berishadi. Masalan, qanaqadir o'zingiz Nechinchi sinflarda masalan? Abiturdan oldin 9, 10, 11 mi? Yo'q, 10-sinfda. 10-sinfda aytishadi, qaysi fanlarni keyin imtihonni qaysi fanda topshirmoqchisan deb. O'sha fanda chuqurroq o'rgatishni boshlaydi. Ko'proq soat beradi. Bu yerda hamma narsani o'zingizga tashlab qo'yishadi. Senga kerak baho, kelsin, kelmasin ham bizga ahamiyati yo'q. Bunaqa o'quvchi bilan unaqa bog'lanmaydi. Germaniya maktablarida. Germaniyada. O'zbekistonda menda masalan juda ham yaxshi o'qituvchilarim bor edi. Sizga maslahat Jon kuydiradigan, agarda kelmasin, bir kun, 2 kun kelmasangiz telefon qilishadi. Yaxshimisan, sog'misan? Shu narsalari. Siz O'zbekistonda bilishim bo'yicha 10 yilga yaqin yashagansiz, adaysiz. Bu katta muddat. Bu bir yil ham mana keyingi yil ketamiz ham emas-da. Bu undan keyingi yil ketamiz ham emas. Bu 10 yil. Buni qanaqa yashab o'tgansiz bu davrlarni? Chunki bu ham bitta alohida keys. To'g'ri, boshida juda ham qiyin bo'lgan. Keyin har ketganlarda yig'lardim yoki ko'p sog'inib yig'lardim. Lekin vaqt o'tishi bilan o'zimda ham sezdim, qanaqadir o'rganish bo'lib qolganida, o'sha odamdan uzoqda yashash. Bu narsa qanaqadir xafa ham qildi. Nega men endi unchalik avvalgidek his qilmayapman, avvalgidek sog'inib nima qilmayapman degan narsa bor edi. Muslima, bir marta bo'ladi bunaqa imkoniyat hayotingda. Dadangga va oyingga rahmat aytgan, men nima uchun rahmat aytgan bo'larding desa, siz nima deb javob bergan bo'larsiz shunaqa? Men ko'pincha unaqa ochiq aytmayman, rahmat yoki nimadir uchun yoki sizni yaxshi ko'raman yoki shunaqa nimadir yaxshilik qilsa ham unaqa ochiq aytolmayman his-tuyg'ularimni, lekin o'sha paytda baribir ichimdan rahmat aytaman yoki ular uchun duo qilib qo'yaman, umrlar uzoq bo'lsin deb. Shu narsani bilishdan xavf.
Bu yerda kichkinagina xona qilib qo'yganmiz. Asosan shu kitoblarni saqlash uchun biz buni joy tayyorlayapmiz. Ko'rsak bo'ladi. Ha, men o'zi u yoqdan bu yoqqa ko'chganimda eng og'ir narsam doim kitob bo'lganda. Qoyil. Kitoblarimiz pastda ham ko'rdingiz, shularni hammasini tepaga chiqarib, bu yerda mana shu yerda yana shkaflar qo'yib kitoblar qilish niyatimiz bor. Bu yerda mana bu Bilderbuch deydilar, masalan, har xil mavzular bo'yicha rasmli, ensiklopediya kitoblar bor. Keyin mana bu jurnallarni bir tanishimiz bizlarga berib ketgan National Geographic ingliz tilida. Juda ko'p sonlarini berib ketdi. Buni endi tashlashga ko'zim qiymayapti dedi. Kitob tashlab bo'lmaydi. Men endi- Kitobni yaxshi ko'rgan odam uni tashlashga yuragi qiynaladi. Menga shunaqa degandan keyin men aytdim, meni ham tashlashga ko'zim qiymay, joy bo'lmasa men bo'pti, olib ketaman dedim. Shuni olib Buni kelganman. asosan kimlar o'qiydi? Kimlarga mo'ljallangan? Bu albatta ishchilar Hammaga. uchunmi? Binoda asosan ishchilarimiz foydalanadi. Misol uchun bu El Clasico kitoblar borda, oldin Germaniyadan chiqqan mana bunaqa chiroyli kitoblar bo'lganda. Voh. Bularni ko'rsam o'zi bolaligimdan esga tushadi. Haligi boshqacha bir nima O'sha chiqqanlarda. hidi bormikan? Kitob hidi boshqacha bo'ladi. O'sha klassik hidi bor ekan. Klassik hidi bo'ladi kitobni. Eski uslubda chiqqan. Hozirgi kitoblar mana bu yangi mana bunaqalar bo'lib chiqadi-ku, masalan, yangi ana nimada chiqadi. Ko'proq marketingga yo'g'rilgan. Marketingga, ha, turkcha ham bor ekan, turkcha, inglizcha, nemischa. Istalgan, men kitob tashlagim kelmaydi, tashlash eng osoni. Men universitetda ham haligi ilmiy xodim bo'lib ishlaganman kafedrada. Shu yerda bir Rossiyadan kelgan bir haligi tanishimiz bor edi. Shu telefon qilib qoldi. Ish qidirmayapsanmi? Qidiryapman dedim. U ishlagan kafedraning professorini katta firma bilan yaqin aloqalari bor ekanda. Bu yerda ham aytib o'tay, Germaniyada tanish bilishchilik juda bir oliy darajada. Vitamin B deyiladi. Shunaqa deyiladi. Vitamin B deyiladi. Bekanti. Bekanti deyiladi. Tanish degani. Bo'lmasa menga rezumeni, Lebenslauf, rezume tarjimai holingni yuborgin dedi, yuborib qo'yganman. Keyin u aytgan Günter Papenburg firmani nomi. Papenburg. Papenburg. O'sha mashhur Papenburgmi? O'sha mashhur Papenburg. Qoyil. Shu firma O'zbekistonda katta investitsiya qilgan. Investitsiya qilganda ularga Fetransperzon, ishonchli vakili kerak u yerda. Ham mahalliy vaziyatni biladigan, mahalliy tilni biladigan, ham Germaniyani biladigan, ham texnikani tushunadigan, ularga ishonchli odam kerak degan. Shunaqa pozitsiyaga ishchi qidiryaptilar degan. Endi shartlari to'g'ri kelsa albatta nima bo'lmasin deganman. Yuborib berib qo'yganman hujjatlarimni. O'zim ham endi ancha vaqt o'tgan, qaysi bir kun ishdan kechqurun kelyapman. Telefonim jiringlaydi. Telefon qilsam bir nemis haligi sal haligi yo'liq ovozida gapirib tushunmadim. Kimsiz dedim. Yana nimadir dedi. Yana qaytarib yuboring dedim. Papenburg degan ovozni eshitdim. Shuning uchun ha, dedim. Esimga tushdi. To'g'ri dedim. Hannoverga keling markazimizga dedim. Markazi Hannoverda. Haligi katta boshliqlar o'tiradigan joy. Noyabrda oxiridan keyin ular meni Hannoverga taklif qildilar. Va shu arada Hannoverga taklifni olib yana o'sha nomerdan telefon keldi va o'shanda bildimki, telefon qilayotgan odam kadr bo'limidan emas, Günter Papenburgning o'zi edi. 80 dan oshgan o'sha amaki. O'sha mashhur odam. Mashhur odam o'zi telefon qilgandi. Qoyil. Men o'zim ham boshida hayratlanganman. Ya'ni shaxsan o'zidan kelgan taklifda tadbirkorlik tanlasam, u yerda garant yo'q. Yaxshi bo'lib ketishiga. Yaxshi bo'lib ketishiga hech qanaqa kafolat yo'q. Qop-qorong'i. Olis ko'rinmaydi. Lekin Papenburgga kirsangiz, Ish O'zbekistonda oylik juda ham yaxshi. Juda yuqori maoshda rozi bo'lishgan, katta maoshga rozi bo'lishgan va haligi stabil ish. uzoq yillik stabil ish. O'shanda juda ham ikkilanganman. Buni tanlasammi, buni tanlasammi deb. Ko'pchilik lekin menga maslahat berganda Papenburg tanlashni maslahat bergan. Endi komfort zonada. Aniq. Ha, endi ichki his bo'lsa, mana bu yurakdan chiqayotgan narsa bo'lsa, firma ochishni nima qilgan. Men chunki xuddi menga o'xshagan bo'lganda bu Papenburg taklifidan oldin men niyat qilganman-da. Men aytganman, bo'ldi, men shu sohani tanlayman. Shu sohani eng zo'ri bo'lishga harakat qilaman, o'zimni rivojlantiraman va haligi bir o'zbekistonliklarning orasida ham shu sohada ishlaydigan bir odam bo'laman, mutaxassis bo'lishga o'zim so'z berganman-da. Yaxshilik ham, yomonlik ham mayli, hammasi shundan bo'lsin degandaqa nima qilganman. Ya'ni o'zimni kunimni endi o'zim ko'ray, ham mustaqil bo'lay degan niyat qilgandan keyin yana bitta imkoniyat turibdi-ku. Haligi siz buni tanlab turibsiz, qarasangiz yana bitta yaltirab turibdi-da zodim. Ke deb chaqirib turibdi-da. Endi bu niyatizmi bo'ldi? Bu niyat samimiy niyat bo'lgan.
Menimcha u hech qayerdan rad javobini olmagan. O'sha payt mendan oldi. Papam endi rad javob berish juda qiyin-da, chunki u 80 yoshli, u hali ham biznes operatsion ishlarda bo'lmasa ham o'sha hal qiluvchi joylarda qaror qabul qiladigan odam. Endi juda 120 ming yevro yillik haligi oylik taklif bo'lganda, oyiga 10 ming yevrodan o'sha paytda. Oho, bu 5 yil oldingi gaplar bo'lsa ham. Men Hannoverda yashab turgan paytim deyarli sayohat qilmaganman. Germaniyada 10 yil davomida. Gladiator bo'lganmiz-da u paytda. Bosib ishlagansiz faqat. Ham ish, ham o'qish maqsad bo'lgan, tezroq bitirish, haligi nima qilish bo'lgan, ko'proq shunga konsentratsiya qilganmiz. Shu 10 yil davomida yashagan bo'lsam, Hannoverdan masalan Hamburgga borish, bizani hatto talabalik semestr kartimiz ham o'tadi. Shu bir marta borgan ekanman. Berlinga bir 2-3 marta borganman. Unda ham o'sha pasport masalasida bir akamiz bor edi, men shunda turardi. Bir marta shu Avstriyaga, Innsbruck degan shaharga aylantirib kelgan. Shu bilan unaqa joyga chiqmagan. Ko'linga ham men kelganimda, Ko'lin Germaniyaning eng katta shaharlaridan bittasi hisoblanadi. O'sha mashhur. Bir marta ham bormagan ekanman. 10 yil davomida. Qoyil. Oxirgi 5 yilda kelayotgan o'zbeklarning migratsiyasi va ularning hayotga qarashi juda ham tubdan farq qiladi. Sababi ularning ko'pchiligi kelgan birinchi yilidayoq Germaniyani o'sha qo'shni davlatlar Liechtenstein, Lyuksemburg, o'sha qaysi davlatlarga chiqish mumkin bo'lsa, maksimal sayohat qilishadi-da. Mana sizga o'xshagan 15 yildan ortiq musofirlik tajribasi borlarning juda ham ko'pchiligini eshitaman. Ma'lum muddat sayohatlardan o'zlarini tiyib turishgan, iqtisodiy ahvolga ko'proq e'tibor berishgan, sayohatni keyinchalik oilaviy qilishganda. Xuddi shunday. Endi yo'lga chiqmoqchi bo'lgan musofirlar balki ko'rayotgandir, balki oilaviy ko'chishga tayyorgarlik ko'rayotganlarimizni ko'rayotgandir. Ular nimaga tayyor bo'lib kelishsin? Nimalarni yelkalariga olishsin? Nimalardan taqdirga ko'nib kelishsin? U sog'inch-ku hech qachon ketmaydi. U umrining oxirigacha u qoladi. O'chmaydi. Alisher Navoiyning bir she'ri borki, oltin qafas ichida bir qizil gul bitsa, bulbulga tikandek oshyon bo'lmas. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Bu yerda zo'r sharoitda yashasa ham, ahvoli zo'r bo'lsa ham, ana o'sha o'zi o'sib katta bo'lgan chang ko'chalar, qishloqlarni sog'inadi. Bu yerda maqsaddan chalg'itadigan ko'p narsalar bor. O'sha narsaga chalg'imasliklarini. Endi masalan keladi, maslahat so'raydiganlar ko'p bo'ladi. Tojikistondan kelgan bitta bola bor edi. Nima deganmiz, xuddi shunday qildi. Keyin kelib rahmat aytib ketdi. Otasi kelib ham rahmat aytib ketdi. Alohida kelib ko'rishib, o'g'lim siz haqingizda ko'p aytgandi, rahmat aytib ketgandi-da. Unga bergan maslahatim nima edi-da? Kelgan odamlarga pulga qiziqmaydi. O'qishga kelgan odamlarga pulga qiziqmaslikni maslahat. Endi qarang, bunaqa maslahat bersangiz, ekran ortida ko'rib o'tirgan, endi Zafar aka, endi firma 5-6 ta ishda ishlatyapti, 5 ta mashinasi bor, uy qilgan, 3 ta farzandi, xotini yonida degan qarash yoki shunaqa savol kelishi mumkin. Ya'ni nimagadir erishib oldi-da, qorni to'q, endi shunaqa pulga qiziqmaylar deyish, shunaqa savol kelsa, siz ularga nima deysiz? Endi bu qorni to'q odam ovqat haqida maslahat berganda, qorni och odam uni eshitishda sabr degan tushunchani o'zi bo'lishi, bo'lmasligi ham odatiy, normal holat. Endi pulga qiziqmaslik deganim, misol uchun shu bolaga aytgandim. Braunschweig universitetida o'qigan. Aytgan faqat o'zingga mos, o'zing yetadigan pulni topgin. U pulni topish uchun haftada masalan 4 kun, 5 kun ishlash kerak emas. Odam o'ziga yetadigan pul topish uchun maksimal 2 kun ishlasa yetadi. Germaniyada. Ha, va ishlaganingda ilmiy yo'nalishda ishla dedim. Volkswagenlarda ish chiqadi, u yerlarga borma. Balki chunki men unga aytganman, mana o'zim qilgan ishni emas, o'zim xohlagan narsani aytayapman senga. Men lekin shu narsani qilmagandirman, lekin men shuni xohlagan edim. Xuddi shunday. Faqat shanba, yakshanba kuni ishladi. Yetarlicha pul topadi. O'ziga shuni bemalol yetadi. Firmada yaxshi bir injener lavozimida ishlayapti. Qizingizni gimnaziumdan olib O'zbekistonga yuborishingizning asosiy sabablari nima? Bu tarbiya bilan bog'liqmi yoki uni bu yerdagi ta'lim sifatidan siz qoniqmadingizmi? Germaniyaning ta'lim tizimlari juda kuchli ta'lim tizimi emas bu. Men endi balkim bu noodatiy bo'lib qolar, men ko'proq hamma Germaniyani maqtasa, men minus tomonlarini ham bilaman bu yerda aslida. Ota-onam o'qituvchi bo'lgani uchun ta'lim tizimini yaxshi bilaman. Misol uchun qizim kelib matematikasini 1-0 ga yozadi. Zo'r yozadi. Lekin choraklik baholarni 2-0 qilishga harakat qiladilar. Masalan, o'shanda o'qituvchiga nimaga shunaqa? Chunki men qabul qilib bo'lmaydi.
telefon qiziz Germaniyaga yangi kelgan, til masalasida unaqa nimasi yo'q, aktiv emas. Keyin men aytaman, savol deyman, sizni faningiz deyman, matematikami, nemis tilimi deyman. Siz hozir 2.0 bersangiz, deylik, men u bahoni olib boshqa maktabga boryapman. O'qituvchilar 2.0 bahoni ko'rdida, o'shanda nima deb o'ylaydi dedim. Matematika bilimlari 2.0 ga arziydi, yo'qsa bu yerda nemis tili bo'lgani uchun 2.0 bo'lgan deb o'ylaydimi dedim. Qaysini aniq qiladi dedim. Albatta matematika bilimlari 2.0 ekan deb aytadi dedim. Agar 2.0 beradigan bo'lsangiz, unda o'sha bahoni tepasiga bilan yulduzcha qo'yasiz, pastiga izohini yozasiz. Nima uchun 2.0 berganingizni? Matematika bilimlari 1.0, nemis tilini yaxshi bilmagani uchun, kamchiligi bo'lgani uchun nemis tilida 2.0 qo'ydik deb izoh yozasiz. O'shanda men qabul qilaman degandan keyin buni yoza olmaganlar. Ikkita odamni ishlashini kerak yo'q deydi. Birinchisi ota-onasini rozi qilgan odamni ishlashini kerak yo'q. Chunki nima ish qilsa ham ishi o'ngidan kelaveradi. Ikkinchisi ota-onasini norozi qilgan odamni ishlash kerak yo'q. Nima ish qilsa ham ishi o'ngidan kelmaydi deydi-da. Bu narsani men hayotimda his qilganman. Chuqur-chuqurgacha his qilganman. Mana bu firmani tashkil qilganimizda menga eng kerak bo'ladigan bir seminar bordi, o'quv kursi bordi. Qimmat turadigan kurs. Men shu kursga pul to'lab o'qishni boshlaganman. Pandemiya payti Ko'linga qatnab o'qiganman. 100 kilometr joyga. Va ana o'sha paytlari endi ayam ko'p mehnatda bo'lgan, kasal bo'lib odam yotoqqa tushib qolsa, depressiyaga tushadi-da, stress bo'lib qoladi. Unda aktiv hayot bo'lganda, aktiv hayot bo'lganda, keyin o'shanda bir sal yuzlar yorishsin, ko'ngillari bir ochilsin deb, endi Turkiyaga borib dam olib kelamizmi deb aytganman. Moddiy ahvolim qiyin bo'lsa ham o'sha payti aytganimda, ya'ni chunki o'sha dengiz ko'rsin, Turkiya ko'rsin, chetni ko'rsin deb niyat qilib, Turkiyaga keyin sayohat olganmiz. Olib bordingizmi? Olib bordim. Imtihonim o'sha kursni imtihondan o'tsam, men bir katta bir yutuqlar bo'lardi-da meni sohamda-da, bitta katta bir to'siqni oshib o'tgan bo'lardim. O'sha imtihon iyunning boshida edi. Biz Turkiyadan mayning oxirida kelishimiz kerak. Tayyorgarlik umuman bo'lmaganda. Umuman o'sha imtihonlarga tayyorgarlik bo'lmagan. Siz sayohatdasizda? Sayohatda, ota-onani xizmatida. Endi haligi onamni haligi sal ko'ngillari yorishsin deb o'sha xizmatda biz akam ham kelgan, biz ham borganmiz. Umuman haligi kitob ochib qarolmaganman. Kelgandan keyin umidam bo'lmagan. Degan, menimcha imtihondan o'ta olmasam kerak deganman. 3 etapda bo'lgan. Haligi og'zaki imtihon, yozma, keyin amaliy imtihon bo'lgan. Uchalasini ham o'tish kerak. Bittasi o'tsa, keyingisiga kira olmaydi. Birinchi imtihon yozma imtihon bo'lgan. Men o'zi kelib yozma imtihondan keyin boshqa ishlarni reja qilishni boshladim. O'tmasam kerak deb. Ertasiga o'zi amaliy imtihon bo'lishi kerak. Aytgan, kim o'tsa kechqurun emaildan xabar yuboramiz degan. Men o'zi umid yo'q, boshqa yo'q, ertaga bormasam ham kerak deb boshqa ishlarni reja qilyapman. Qarasam kechqurun emaildan xabar kelyapti, taklif qilyapti ikkinchi etapiga. 2 dan mayli 2 ni ham bir topshirib keladi dedim. Bordim, 2 ni topshirdim, 3-siga hali yana umid yo'q. Qarasam ikkinchisidan ham o'tdim. Keyin tayyorlanish boshladim. O'rtada 2-3 kun vaqtim bordi, keyin tayyorlanishni boshladim. Og'zakdan o'tdim o'shandan keyin. Mana o'shanda aytganman, ana o'sha payti albatta onam duolari bilan o'tganman. Boshqacha haligi buni boshqacha izohlaydigan joyi yo'q-da. Inson aqli yetmaydigan narsa-da hozir. Bir kun mehmon kelmagan kun yo'q. Bu fe'lingiz Xudodan ona. Sizni aslitilab olganlar muhabbatdan, vafodan ona. Jonim onam, daryodil onam, haqning hukmi yoziqlari bor. Men baxtliman onasizlarning, tabib bilmas og'riqlari bor. Bir kun mehmon kelmagan kun yo'q. Bu fe'lingiz Xudodan ona. Ayamning orzulari Parijga borish bo'lgan. Men talabalik paytimda ayamasiz Parijga boraman. Sen ayam kulardilar. Shu taqdir nasib qildi, Germaniyaga ko'chib keldik. Biz Parijga qarab o'sha Mercedes-Benz avtobuschasida mashina haydab ketyapmiz. Parijga parkovkaga qo'shlarni qo'ydik, chiqdik. 4 soniya hech esimdan chiqmaydi. Onam gapirmay qoldilar-da. Shuni ko'rdilar, jim bo'lib qoldilar-da. Ya'ni o'sha soniya emotsional pik bo'ldi. Ma'ni o'sha Parij sayohatidan hech ham esimdan chiqmaydi. Qotib qoldilar shu. Binoni ko'rdilar, qotib qoldilar.
u yerda so'z shart emas, u yerda rahmat bolam deyish ham shart emas. O'sha energiyani o'zi, chunki odam ko'p. Endi onam men uchun onam yulduzdagi gapda yonib turibdi-da, muzlab turibdi. Keyin men aytdim, baxt shu bo'lsa kerak dedim o'zimga. Turkiya sayohati albatta ko'proq yoqqan joyi, misol uchun biz Turkiyani Istanbul yonida orollar bor, buyuk adariyatni shu yerga kema bilan, haligi parom bilan boradilar. Ana o'shanda ayam alohida o'sha kemaga, suvga yaqin joyda turishlarini xohlaganlar. O'sha yerda qarab yonlaridan kuzatib ketganman, dengizni bir boshqacha tomosha qilib ketganlar. O'sha ko'zimning oldida qolib ketgan. Dengizni Bu birinchi marta ko'rishlari bo'lgan. Birinchi marta ko'rishlari bo'lgan, dengiz tomosha qilib ketganlar. Haligi ko'proq suvni shovqinini, suvning chiroyini, o'sha dengiz tomosha qilib ketganlar. O'sha yondan qarab kuzatganimda shu haligi holatlari ko'zimning oldida mixlanib qolganda. Ko'p haligi yaxshi ko'rib, tomosha qilib, diqqat bilan qarab ketganlar. Shu emotsional pik mana shu yerda bo'lgan. Emotsional pik shu yerda bo'lgan. Endigina o'zini hayot yo'llarini musofirlikda boshlamoqchi bo'lgan oilalar, ukalar, akalar, opalar bizni ko'rib o'tirgan bo'lishi mumkin. 17 yildan beri yo'lovchi musofir sifatida ularga nima maslahatlar bergan bo'lasiz? Qadrli aka-ukalar, opa-singillar, shu narsani aniq bilishimiz kerak. Hayot yo'li hech qachon tekis bo'lmaydi. Past-balanddan iborat. Bir kun past, bir kun tepa bo'ladi. Va yo'lda keladigan har qanday qiyinchiliklarga sabr qilishni ham o'rganishimiz kerak, sabr qilish ham kerak. Sabr bizlarni har qanday keyingi mashaqqatlarimizni oson qilib beradigan faktor. Ya'ni sabr qilsak toblanamiz va keyingi mashaqqatlarni yengib o'tishimiz oson bo'ladi. Yo'lovchi dasturining 7-soni sizga manzur kelgan bo'lsa va fikrlar sizga yoqqan bo'lsa, albatta kommentariyalarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Vatandoshlar jamoat fondiga ushbu ko'rsatuvni tayyorlashda yordam berganliklari uchun katta tashakkur bildiramiz.